Xo'p, avvalambor assalomu alaykum o'quvchilar. Bugungi darslarimizni ham sekin boshlasak ham bo'ladi. Darslarimizga keladigan bo'lsak, master klass darsimizda уже front-end dasturlash yo'nalishi bo'yicha yetarlicha ma'lumot berdik. Berib o'tib ketdim aniqrog'i va yana qisqa qilib aytganda, yana darslarni davom ettiramiz endi haqiqatdan uni vizual ko'rinishda. Xo'p, birinchi navbatda bugun birinchi birinchi darsiga ham bo'lmaydi, ya'ni kirish qismi bo'ladi. Mana bu joyda Visual Studio Code dasturini qanday qilib ishga tushirish ko'ramiz. Ya'ni Visual Studio Code dasturimizda keyin biz yaratgan papkamizda VS Code deydi, qisqa qilib aytganda VS Code dasturimizga ishga tushirib, ya'ni brauzerga qanday so'rov jo'nashlarini ko'ramiz. Xo'p, birinchi navbatda biz nima qilamiz? Papka ochib olamiz. Misol uchun bunga dars degan bitta nom berib oldim mana. Dars yoki masalan kirish deb nom berib oldim. Menimcha hech qanaqa muammo bo'lmasa kerak. Rабочий stol o'ynamizda bitta kirish degan papkani ochib qo'ydik. Ya'ni biz bunga qanaqadir o'zimiz qurmoqchi bo'lgan loyihamizni VS Code yordamida ko'taramiz. Hop, birinchi bu papkamizni Visual Studio Code dasturimizga ishga tushirishimiz uchun birinchi Visual Studio Code dasturimizga kiramiz. Visual Studio Code dasturimizga kirdik. Ozgina kutsak, mana bu joyda extensiyalar ko'rsatib qo'yilgan. Masalan, nima qilish kerakligini ko'rsatib turibdi. Bizda hozir shu joyda Open degan bo'limiga o'tamiz. Open bo'limiga o'tsak, Documents yoki Desktop bo'limida yoki adashmasam Desktopda edi, mana kirish bo'limiga tanlab turib, kirish yozadigan bo'lsak, o'zi avtomatik men ochib bergan nimani, ya'ni papkani Visual Studio Code dasturimizga ishga tushirdik. Ya'ni bu darsimiz kirish qismida ham ozgina ma'lumotlarni berib o'tib ketaman. Birinchi boshlaydigan bo'limimiz bizda HTML 5 bo'lim bo'ladi. Ya'ni front-end dasturlash yo'nalishini master class darsimizda ham aytib o'tib ketganim, 3 qismga bo'lib olgandik. HTML, CSS, JavaScript orqali. O'shani bugun HTML, ya'ni eng oxirgi versiyasi bo'lgan HTML 5 dan boshlaymiz. Ya'ni bu yerda nima qilamiz? index.html degan bitta fayl yaratib olib va bu joyda yozishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni mana bu joyda nimadir deb yozib ketsak, o'zi avtomatik papkamiz Visual Studio Code dasturida to'g'ri o'rnaganini shu joydan bilib olsak bo'ladi mana. Nachib ketdik. Ya'ni bu birinchi usul edi. Ya'ni sal neudobniyroq deydimi, nima deydi? Sal qulay emas. Ya'ni birinchi qulay usuli mana bu joyda rабочий stol papkamizni, rабочий stolda turgan papkamizni olib Visual Studio Code dasturimizga olib ustiga borib qo'yib yuborsakkina ham xuddi o'sha narsani ishga tushirib beradi mana. Kirish degan papkamiz bu yerda turibdi. Mana. Ya'ni bu ikkalasini afzalligi nimada deydigan bo'lsak, ikkalasi ham bir xil, faqatgina bizda mana bu Visual Studio Code dasturining o'ziga kirsak, bizda C disk, D disk va hokazo qaysidir papkasini ichida ma'lumotlarni qidirib yurmaymiz-da. Undan ko'ra rабочий stol o'ynani o'zida nima qilamiz? Sirazi ishga tushirib olsak bo'ladi. Endi bu narsada ishga tushirib Visual Studio Code dasturi bilan ozgina tanishib o'tib ketamiz. Bu Visual Studio Code dasturi tayyor web dasturchilar uchun kod yozish vazifasini bajarib beradigan bitta maydon. Ya'ni kimdir Python dasturlash tilida yozadiganlar, kimdir PyCharm da yozishi mumkin, kimdir Sublime da yozadi, kimdir Atom da yozadi. Ya'ni bu o'zini, ya'ni foydalanayotgan, ya'ni kod yozayotgan bo'lajak dasturchini deylik, u o'ziga, ya'ni qaysi dasturni o'zi yaxshi tushuna olishda, lekin qaysi ustozga borib, qaysi dasturdan foydalanishda, ya'ni misol uchun men ko'proq, ya'ni misol uchun mendan tashqari YouTubedan boshqa video darslardan qidirsanglar Visual Studio Code dasturida yozgan bo'ladi. Ya'ni bu originalroq versiyasi hisoblanadi. Xo'p, shu joyda biz birinchi navbatda index.html, ya'ni HTML 5 bo'limidan foydalanayotganimiz uchun index.html degan bitta fayl ochamiz-da, shu joyda kod yozib, ishga tushirib ketaveramiz. Masalan, salom deb yozdim. Ya'ni bu h1imiz, ya'ni bu birinchi darsimizda tushuntirib o'tib ketaman. P masalan nimadir, salom nimadir deb yozib, nima qilishimiz kerak bo'ladi? Ya'ni meni Visual Studio Code dasturim уже avtomatik nimada bo'lib turibdi? Starter, ya'ni doimiy kod yozib turganim uchun menda уже Visual Studio Code dasturimizda kerakli bo'lgan ma'lumotlar hammasi ustomga qilib qo'yilganda, birinchi navbatda sizlar nima qilasizlar? Mana bu joyda fayl bo'limiga o'tasizlar. Mana bu joyda autosave yoqib qo'yishini kerak yoki-da mana bu joyda sizlarda oppoq, yumaloq narsa paydo bo'lib turaveradi. Ya'ni yozgan kodingizdan saqrent bo'lmaydi. Shuni bitta o'chirib tursa bo'ladimi? Xo'p,
Avtosave manda yoqib qo'yilgan. Revert fayl qilsak ha, mayli. Biz o'sha nimani avtosave yoqib qo'yishimiz kerak bo'ladi birinchi navbatda. Avtosave yoqib qo'yadigan bo'lsak, bizda yozayotgan teglarimiz hammasi o'z avtomatически mana bunaqa X bo'lib turadi. Ya'ni hamma yozayotgan kodlarimizni saqlanib qiladi degan ma'noda. Endi bu yoqda saqlanib qilyaptimi, qilmayapti. Ya'ni uni qilmasak bo'ladi, qilmasak nima bo'ladi desangni, qilmasangni ham bo'ladi. Misol uchun H1 deb yozib, misol uchun Ctrl S ni, ya'ni o'zbekcha S ni ezib, doim kodni saqlanib qilib, ya'ni kod Ctrl S ezadigan bo'lsangni, bizda mana bu joyda X tugmachasi paydo bo'lib qoladi o'zi. Ya'ni xuddi shunaqa tartibda ketadi. Lekin bizda mana bu joyda masalan, misol uchun hello world degan so'zimiz bor. Shu hello world degan narsani bizda brauzerga so'rov jo'natmoqchi bo'lsak, bizni mana bu joyda menda go live degan tugmacha turibdi. Sizlarda o'zi avtomatik Visual Studio Code dasturini o'rnatsangni, Visual Studio Code dasturida chiqmaydi. O'shaning uchun mana bu joyda o'zini nimasidan, ya'ni magazinidan deylik, o'sha narsani olib, ustomka qilib kelishimizga to'g'ri keladi. Live server deb yozsak, bizda hozir mana bu joyda turli xil bizda extendlarni chiqarib beradi. Ya'ni sizlarga tavsiya qilaganim, mana bu joyda live serverga ketsak, Yannick degani bor. Shu paytgacha 2,38,432 nafar odam nima qilibdi, uстановка qilib foydalanayotgan ekan. O'shaning uchun sizlarda mana bu joyda установить bo'limidan установка qilib qo'ysanglar, buni nima afzalligi bor? Uстановка qiladigan bo'lsanglar, mana bu joyda go live degan tugmacha bor. Shuni bitta go live degan tugmachani brauzerga bitta so'rov jo'natsanglar, siz yozib bergan ma'lumotlarni o'z avtomatik mana bu oynada chiqarib turadi mana. Misol uchun bu joyga P degan tek yana qaytarib o'taman. Birinchi darsimiz, ya'ni bu kirish darsi bo'lgani uchun bu teglarni shunchaki yozamiz. Ya'ni yozishda ham masalan P deb turib ikkita enter bitta bossak o'zi chiqarib beradi. Qo'lda yozib o'tirishimiz shart emas. Misol uchun salomlar deb yozdim. O'zi avtomatik o'sha narsani brauzer chiqarib turaveradi. Ya'ni o'zi avtomatik, chunki bu tomonda URL manzilini brauzerga so'rov jo'natib o'rganamiz. Ya'ni birdaki bu joyda nima yangilik qo'shsak, u tomonda ham albatta render bo'lib turadi. Ya'ni Visual Studio Code dasturimizda yana bitta ikkita narsalar bor, tushunishimiz kerak bo'lgan. Mana bu joyda bittasi fayl, bittasi papka bo'ladi. Shu narsani ham vaqtlab farqiga borib olish kerak. Ya'ni bizda keyinchalik fayl arxitekturasini to'g'ri o'rnatmagan holatda juda ham palafarsh bo'lib ketadi ishlarimiz. O'shuning uchun mana bu papka, masalan, rasmlarimiz, ya'ni eng ko'p ishlatiladigan narsa rasm bo'ladi. Image deb bitta alohida bitta papka ochib olamiz. Image deb bitta alohida bitta papka ochib olsak, mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni bulus fayl, bulus papka. Asosiy narsalar shularni ham esga tutsak, ya'ni bilib olsak, ziyon qilmaydi. Bugungi darsimiz sal qisqaroq bo'ladi. Ya'ni bunda Visual Studio Code dasturimizda ozgina kodni ishga tushirish, extend, ya'ni nimalarni uстановка qilib qo'yishimiz mumkin desak, misol uchun mana bu joyda oddiy narsa turibdi. Ya'ni uni ham chiroyliroq ko'rinishda qilib qo'ysa bo'ladi. Material icons desak, turli xil mana bu joyda iconlarga tegishli bo'lgan nimalarimiz chiqib keladi hozir. Material icons deb yozdim. Xos ma'lumotlarni chiqarib beradi menda. Extensionlarda. Xo'p, ozgina internetga ham bog'liq. Internetda menimcha IT Time Work'ga qo'llansak, studentlarning o'zini, ya'ni bu yerdagi o'quvchilarning o'zini Wi-Fi ga ulanib qolgan ekanman. O'shaning uchun ozgina sal sekinroq ishlayapti. Xo'p, buni qani boshqatdan yokida shu narsani uстановка qo'ysak, u shart emas. Material icons desak, уже albatta bu tomondan chiqib kelish kerak. Yoki topolmayapti. Yoki degan narsa yo'q. Material icon bor edi o'zi. Prosta qidirib topib bera olmayapti xos. Icons desam, icons chiqarish kerak edi. Lekin u narsalarni chiqarib bera olmayapti. Ya'ni bu boshqa narsa. React texnologiyasi eng oxirida o'tadigan narsalarimiz. Bunda nimalarni nima qo'yilgan ekan? Mana bu joyda material iconni, xo'p, o'zi oldin saqlanib qilganim uchun turibdi. Lekin shu narsani hozir poiskdan bersam, chiqarib bermadi. Bir martalabdan nima qilib yuboraman? Xo'p. Ishga tushirib olaman.
Bu live server ko'rdik. Bunda. Xo'p, hozir buni yangiladik. Xo'p, bizda mana bu joyda o'zi avtomatik ishlash kerak bu narsa. Material icon deb yozsak chiqish kerak edi, lekin negadir hozir chiqmayapti. Mayli, ulus muhim emas. Keyingi darsda уже avtomatik nima qilganda bir o'zim ham tekshirib ko'raman. Ishlasa sirazi sizlardan nima qilib ketamiz. U hozirgi darsligimiz uchun unchalik muhim emas. Mana bu joyda shu joylarga bulus fayl, bulus papka keyingi darslarda o'zi avtomatik profil qilib ketganimizni ham ancha o'rganib ketasizlar. Bugungi darsimiz kirish darsi bo'lgani uchun unchalik ko'pga bormaydi. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha salomat bo'linglar.